Salam, ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Naq maydondagi ustozlar, shundaqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda huzuringizda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish chekti sherikti birlikda uyushtirgan. Cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 7-qaror Vojjon Yipak yo'li sadasi. Men riyosatchi Umidvor Mahmud. Xinjiang Vojjon so'l chekti sherikti programmamizning tajdorligini oldi. Programmamizni Xinjiang miras sherikti alohida talab qildi. Programmamiz bilan Xinjiang Kamal so'l chekti sherikti strategik hamkorlashdi. Programmamizni Xinjiang bosh barmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uli sherikti alohida qo'lladi. Xinjiang Ramnidar xalqaro so'l chekti sherikti programmamizga yaqindan yordam berdi. Endi maydonga chiqadigan 1341 nomerlik Mayir. Mübarek bo'lsin Mirzat, xush geldiniz. Hozirgi hissiyotingizni birli so'zga yig'inchoqladingiz, qaysi so'zga yig'inchoqlaysiz? Jiddilashadigan hujjar yo'q. Yaxshi, tayyorliklar yaxshimi? Unda o'z ifodangizning yaxshi bo'lishini chin qalbimda umid qilaman. Omadlik bo'ling. Marhamat. Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Men Naqshchi Ruslanlar Mirzat Mo'min. O'zim Turpan Pichan oilasidan bo'laman. Bu yil 28 yosh. 2017-yil maktab bitirib, 2018-yil davlatimizning chaqiriqiga asosan Jungo Ozodlik Armiyasi Dengiz Armiyasiga qabul qilindim. Shu tariqasida harbiy san'at maktabga imtihon berib tanlanib, 2 yil harbiy san'at maktabida Dengiz Armiyasida xizmat qilgan bo'ldim. Maqtim Ipak yo'li qatnashish imon bo'lsa, o'zimni bir sinab baqish tariqasida qatnashdim.敢听我寒夜流寒秋不过，怀在冷酷了的心无飘远方，风雨里追赶，雾里分不清形状，天空挥发你我可会变多少次？延續臨間要嘲笑，從沒有放棄過心境的理想。一親那風發，又有濕疹的感覺，不知不覺變成心裏我。原來我這一生不羈放縱愛自由。哪會怕有一天會跌倒？No， 別去理想，誰人都可以。哪會怕有一天的你和我？敢聽我。寒夜流汗笑飄過，懷在冷過了的心無飄遠方，風雨裏追趕，霧裏分不清形狀，天空揮發你我可會變？原來我這一生不羈放縱愛自由。哪會怕有一天會跌倒？No， 別去理想，誰人都可以。哪會怕有一天的你和我？
풍어 Rayonimiz korxona sohasida oldin qator turadigan Xinjiang Ochun suv chekish shirkati Ochun g'ortamlik gazli ichimligi mahirlarga omad tilaydi. Salom hurmatli ustozlar, manglanim hozirgi vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Mirzat Mo'min, o'zim turpam Pichandan. Xizmatim Urumchida. Qarshi olamiz. San'at maktab bitadi. Mirzat inim qarshi olamiz. Avval Naqshanga rahmat. Rahmat ustoz. Sana deydigan yürek sözüm. Bizningki Ramneydar rivoyat guruhimiz seni qizg'in qarshi oladi. Rivoyat guruhimizdagi ustozimiz Mahmud Sulaymon boshladiki, rivoyat guruhimizdagi koni yangi barcha shogirdlar men bilan birlikda sen bilan qo'limizni ching tutishib, yuraklarimizni chiqarib oxirigacha ko'ngil ozodlik bilan xalagan usulda bilimingizga biz tayyor. Rahmat ustoz. Qizg'in qarshi olamiz. Nima tuniyman ukamni o'tganda akkordda shu asqarlan qilishida Ha, yaxshi men ediki, ko'rgandan ko'rdim deyman. nimasi yaxshi-da? Cho'nta yaxshi. Deb so'rasam, shu vaqtida usulda o'qidim dedingmi shu vaqtda? Aktyorlikmi, usulmi? Naqshida. Naqshida dedingmi? San'at maktab o'qidim degan kelinmi? Endi maktabni spinimni ko'rgandan keyin o'xshamaydi. Ba'zan turish, muomilasi uchun kasb bo'lgan. Bizning guruhda yaxshi bolalarni jiq kraska qilsam, yaxshi bola. Sen agar mush bolalarga qitilsang, qo'shildim de. Uzun yillar mobaynida degandek bir narsaga, o nega uni bo'lding? Uning gap yo'q. Shu eng muhimi shu. Uzunga minib, yaxshi bir narsalarni planlab, payzi bir ishni ro'yobga chiqarish uchun. Juma? Rahmat ustoz. Payzi. Mening ijodiyatchi ishkanligimni sal unutib qolyapsizlar. Shu. O'zingizga turishtirib o'tgan bo'lsangiz bo'lsa. Men naqsh etishdan avval qalamchilik qilardim, she'r yozardim. Sizniki mening guruhim kirishingizni shundoq orzu qilyapman hozir. Shundoq mushlarni shu galdirni siqib turib, ashno cho'nchikdagi soatlarni ilib turib, sizni talashqim gap ketib bordi. Balkim ko'nglingizga birsini pikkansiz, ammo lekin sizga hozir ham fursat bor. Yuragingizga agishing. O'zingizga mos keladigan energiya maydoninglar to'g'ri keladigan yerlarda tursanglar, menimcha texim yaxshi deb o'ylayman. Esil, zo'ping asardan birini tayyor qilaman, Asqarkam ishlaydi bizning guruhga kiring. Mirzat biz ondan bilishingiz ham o'yla. Sana artık bağ bir iş ketmeydi. Bu ya muş sana kilip üzerine rolunu cari kıldırma degen gayretinge barakallah. Qaysi guruhga kelsen uzunga bana alaysa. Başka guruhga barsam mı? Yani ben deydiganim şu. Mening guruhimda şu sendek balık kam hazır. Sendek bir balık kam. Onda yavaş o'tashaq, ma guruhimda kirib olgan guruh ekan deb qoldim. Birinchi ijodiyatning xazinasi shu guruhda. Bizning guruhga kirish uchun sen menga sovg'at berishing kerak-da. Agar sen sovg'at tayyorlamagan bo'lsang, bizning guruhdan umidni o'z. Ma bo'ldingmi? Endi men yana bir eg'iz gap qilaydan kichik bo'lsam-mi? Kichikligini qilyapsan-da. Sen Naqshanda shunda huzurlandik. Sen pishqan bir naqshchi. Tarbiyalashim ajizsiz. Rivoyat guruhini tanlashing uchun ko'nglimda umid qilaman. Endi oxir tanlash fursati menga kelgan bo'lsa, men tanlaydigan ustozimiz Zarishaq Abdumat ustoz. İpek yolu sardasın, suygunun yok şigrasın, kuş havazlar seydasın, ipek yolu... Xo'sh, Mirzat, siz Ramneydar guruhiga kirdingiz. Unda qolsa, mushu guruhdagi piki tushib, muqimlashib bo'lgan mahirlar o'rnlardan turib o'tgan bo'lsanglar. Mirzat, mushu ikki mahirimizdan boshqa mahirlarni xohlagancha tanlab olsangiz bo'ldi. Marhamat. Mening sol qo'l tarafimda, ya'ni mana shu o'rtaga o'rni o'ng qo'l taraf 3-chi do'stimizni men tanlay. Wow. Tunji kürüp qarashlaringni, tunji kürüp kulishlaringni,
Xiyol quşu xiyollaringa Nazing bilan birga bo'lishni Xiyol quşu xiyollaringa Nazing bilan birga bo'lishni Bo'ldi. Yine bo'ldi, rahmat. Hep kichik bo'lgan bilan bunika ha. Bundan yaxshi aytdim. Sen necha yoshga kirding ukam? 19. 19 yosh. 19 kirib. 19 yosh kirib bunday aytgan bo'lsang. Rasmiy yaxshi kishi qolmay Yana oldi. bir 5 yilgacha. Rasmiy yaxshi kamim yo'q. Xato tanlab qo'ydim odamni. Suygan ey bu dunyoda pamusar kelginamdi qiynamayan seni izlab bu dunyoda kezmay suygan bu dunyoda pamusar kelginamdi qiynamayan seni izlab Bo'ldi, kichik bola qo'yib Xo'sh, Zoir Shah ustoz. Yana bir murakkab tanlash sizning beshingizga keldi. Birodarlar, savoqdoshlar, do'stlar. Umid dinimiz bilan Mirzat dinimizning aytgan naqshlarini angladinglar. Balkim bahona men demasam sizlarning ko'nglinglarda aniq bo'lib bo'ldi. Musobaqaning ehtiyoji bilan to'g'ri tushunishingni umid qilma. Mirzatni ipqasoq. Ramazan rivoyat guruhining muhim a'zosi bo'lib o'rtasimiz bo'ldi. Qani, ustozlarni ko'rishayotgan ekan. İpek yolu sadasin, suygunun yok şigrasin, hoş havazla seynasin. İpek yolu sadasin, İpek yolu sadasin. Xo'sh, hurmatli ustozlar. Yana o'xshashlar 5 sekund vaqt berildi. Mayliqlarni bildirsanlar bo'ldi. Ta'tir sanoq boshlandi. 5 4 3 2 1 Rahmat ustozlar. Hech qisi yo'q. Mayli, bugun mishagich ma'lum bo'lsangiz keyingi sizning san'at yo'lidagi hayotingizning texmi uzun, texmi yo'riq bo'lishini chin dilimiz umid qilamiz. Rahmat. Anladık işki biz yürek yüzümle de ağam bolsam. Benim hoş kiçigime bek çoğunkan atanın yeni bir rahmetini bildir ağam bolsam. Albatta. Benim minikkenimde ağ gerek yok. Beni qollap bergen Nazar tağamın rahmetini bildirme. Rahmet. Ma nazar tağam bor. Hamon nima biz kutlaymiz shunga g'anima inson degan mayli kavob yang mayli xogo yang mayli mayli qizo yang Vojon g'o'rtamlik gazliq suyi. Bir yilning har faslida bahuzur iste'mol qilsangiz, ixtiyorsiz Vojonni deb qolasiz. Vojon g'o'rtamlik gazliq suyi. Növbətdə səhnəyə çıxmaqçı bolğan mahirimizin nömrəsi 160. Yao Liuling. Qani səhnəmizə mərhəmət. Mübarək bo'lsin mufassar. Tayyorliqlaringiz qandaroq? Xudo yaxshi. O'zingiz yaxshi ko'rgan ustozning o'rindiq aylantirishni shundaqla ifodangizning alayda yaxshi bo'lishini umid qilma. Qolgan mahirlar deydigan yurak so'zingiz. Qolgan mahirlar deydigan gapim jiddiylaşmay o'zining sahnadagi eng yaxshi holatini chiqarib yaxshi faol qilishini chin tilayman. G'ayrat qiling. Marhamat. Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Men naqshchi mufassar Nazar bo'laman. Bu yil 21 yoshga kirdim. Zamoniy naqsh o'rlash kasbida o'qiyapman. O'zim odatda naq maydon klublarda naqsh etib, nihoyatda yaxshi bo'lgan bir tajribalarga erishdim deb o'ylayman. Endi Ipak yo'l sadosiga diqqat qilib ko'yatqili 10 yildan eshib ketdi. Bu qitim o'zimni bir sinab beqish, ustozlarning menga bo'lgan fikrini anglab beqish va ustozlarning guruhisiga qabul qilinib qolsam, yangidan tajribalarga, bilimlarga erishish uchun bu programma bir qatnashib beqishni o'yladim.
Écoutez-moi, Wow. moi la chanteuse. Parlez de moi. Avec amour, avec amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je vois, c'est rien de cette histoire. Car jusqu'à où, c'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà, même si mes années séparent, oui, mais voilà dans le prix et dans la silence. Regardez-moi, autour moi ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Comment dire qu'il allait voir des noms. Sur ne vous diront pas. C'est pas des choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le déposais là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà, même si mes années séparent, oui, c'est moi qui le suis montré. Mais voilà, tant pis. Voilà, 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 voilà qui je suis. M'aimerai, m'aimerai, comme j'aimerais, comme j'aimerais. Mais voilà tout le prix. Et de la silence. Ne partez pas. Je vous en supplie, restez le tous. Ça me sourate pas. Mais face à vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme mon ami qui ça va pour toujours. Je m'en quand même parce que moi je sais pas bien aimer mes couteaux. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà, même si mes années ça finit, c'est ma gueule c'est montré. Mais voilà tant pis. Regardez-moi fort et monsieur, maman, tout ce que j'ai d'ici, c'est ma gueule c'est montré. Mais voilà, voilà, mais voilà, 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 mais voilà, voilà. Oyunumuzda serkertlik rolü oynayotgan miras çekiliş şirketi Mahirlarga Ahmet tilaydi. Ya da sen turuk gitsen o zirke pırkı. Ye. Karasın zirke de ben mirasdan latyalarını yapıyorum. Ya mama doyun veşi xoğu bu. Bu bek teyze kara çoğun küçük işki kal çıkıdı tetip baka şundan aksa. Ben miras latyanı biz nakşı yitip ziriksem yivatımız abi. Ma açık ya ma ya. Pişigülnik ya. Pezik yaptım bu. Salam ekrandagi barliq ko'rmanlar va naq maydondagi barcha ustozlar. Men o'zim G'o'ljidan bo'laman. Ismim Mufassar Nazar, hozir Urumchida turyapman. Bu yil 21 yosh. Mufassar Vala. Mufassar Vala. Vala. Banxon qiz bu biz bilamiz. Teyze. Yakınınızda şu Urumchi Tojikistonda bir kulüp var. Şu kulüp nurg'un cho'lponlarni tarbiyalayotib para cuma. Birga ishlayman bu singlim bilan. Bu singlimni men tunayman. Bu singlimiz bilan tajribali ishildik. Sadoqatinglar, vafodarliginglar bilan menga ayg'ishib mansanglar, sizlarni umidinglarni hargiz yerda qo'ymayman. Gaping tegdi. Hop, bunda başsız öyrildiniz Xo'ja Ahmat Qurban. Men bir gap qilaymi? Yaxshi asar yaratishimiz kerak. Yaxshi asar yaratish uchun shunday bir sahna bo'lish kerak. Balkim meni ya bilasiz ya bilmaysiz, ammo men sizni bilmasam. Nimishqa biz tojik qijiq tamoq yegil bormiz. Hatto ba'zida sizning naqshingizni, sizning uslubingizdan huzurlanish uchun bormiz. Rahmat. Ba'zida bir muhtarkamning bir gapi bor. Maqtisa, ma'lum bir odamni maqtisa, buning rag'bat, ilhom paydo bo'ldi. Bir qilayotgan ishini u texim yaxshi qiladi, uni sashirib qildi deydi emasmi? Biz sizni davomli maqtaymiz. Nima ish maqtaymiz? Sizning maqtig'idek bir sharoit, talant bor.
Aning keyindan bizmi o'zimizning yosh doirasida, o'zimizning kasb doiramizda sizga hech bo'lmasa bir narsalarni deb beralaymiz xolos. Shunga meni hozir umid qilganim men o'zimni ko'ngilgam deyman-ku, Po'lat akamning guruhini shundaq, masalan sizning uslubingizda Adil Adamning shu Adil Adam gapni bek chiroyli ochiq dedi. Hatto Kamil akamning guruhida, Zoir akamning guruhida deymiz. Qaysi guruh bo'lsa hammamizga o'xshash. Ammo sizni hozir men sizni hech kimga bagim yo'q, ammo sizning ikkilanmasligingizni, bizning Kamal guruhimizni tanlab, o'zingizningki shu san'at menayotgan hozirgi nimangizdan bir o'zgartib qo'yib, o'zingizning kasbidagi alayligingizni ching tutgan asosda yana bir uslubni qatib tang billa tirishib beqishimizni men chin ko'nglimdan iltimos qilaman. Yaxshi gap bo'ldi. Po'lat aka. Qaqaysan özümüz o'ngshab ketimiz. Misha otaga shu bashimiz o'zaro havu deyishimiz, mush qitimliqma 10 yilligini o'xshamaydigan bir narsa chiqarib baqsaq, o'xshamaydigan hammamiz kuchni bir yoqqa qo'shib turib, ma asonga to'xtamaydigan shundaq bir sahnani texim gullandirsak degan o'xshash orzudimiz. To'g'ri, Adilandigina siz Adilankiga texim mas kelsiz hamma jihatdan. Lekin yana boshqacha tanlab baqsangiz bo'ldi deganim, hozir Adila bilan oti-singil do'st bo'lyapsiz. Bu da masalan bizning tanlab baqsangiz o'xshamaydigan bir narsalarni qiyish ba'zan narsalarni çok qiyish, ba'zan narsalar yengillik narsalarni qabul qilsangiz, yana endi birlashib, yana texmi yaxshi bir ishlarni keltiramiz. Yaxshi gap qildi. Rahmat. Menga taqayman, chiqsam bo'l. O'zingiz ketimliq. Mufassar singlim, yaxshimisiz? Yaxshiman. Ya'ni ko'rashdik, qarshi olamiz. Avval naqshingizga rahmat. Bek Payzi. Rahmat. Bek Payzi huzurlandik. Men eng oxirida o'rildim. Naqshingizda huzurlanib bo'lib, anadagi o'rildim. Sizning ovozingiz chiqishingiz bilan tundim. Men mufassar bilan biz bir sahnalarda naqshi aytgan, naqshi aytimiz. Aytib kelyapmiz. Mufassar songlimiz yeşi kichik bo'lgan bilan o'ziga tushliq xasligi bor, aloyidligi bor. Naqshchi hammamizga ayon bo'ldi-ku bu. Lekin mufassarga ham emas, shu ekran oldidagi barliq yoshlarimi deydiganim bu Ipak yo'li programmasi sahnasi odatdagi kichik sahna emas. Bizningki Ramledar rivoyat guruhimizmi sizning kelishingizni qizg'in qarshi oladi. Qolgan gapni agarda bizning guruhlarga berib qolsangiz qolgan gapni deyishimiz. Ammo lekin sizda so'yoq. Biz Ipak yo'li qatnashgandan boshlab yaqin har qanday ishimiz biz maslahatlashib qilamiz. Bu yerga hammalar yaqin. Lekin hamda masalan Odilami o'zining uslubida voyaga yetgan bilan masalan bizning uslub kelganda biz maslahat qilamiz buni. Men so'rayman, men qanday olaman, yana qanday olaman deb. Biz naqshlaringizni qanday siz boshqa uslubdan ma'nolaysiz siz. Bizga tushadigan uslublaringiz bor. Agar shu jihatdan bir ancha-muncha yangilik qilib boqqan bor desangiz, bizning qo'limizdan kelishsiz xizmat qilishga tayyor. Bir jiq gaplarim bor, lekin vaqt uzrab ketmasa, bunchalik gap qilib turay. Men hozircha hamda qolgan gapni keyin deyish olamiz. Qolgan tanlash qani o'zingizda. Aldi bilan shuni kichigimdan boshlab qo'llab-quvvatlayotgan ota-onamga va atrofdagi do'stlarimga, kichigimdagi tarbiyalagan ustozlarimga chin qalbimdan rahmatimni bildiraman. Bayatni yaqi 5 yil ustoznayt yaxshi taklif bilan ba'di o'rnoq aylantirib meni qo'llagandan nayt. Xursand bo'ldim, nayt, xushal bo'ldim. Men shunda hayajonlanib turibdim. Men hozirgi natijani qanday chiqarishimdan qat'iy nazar Adiladan menga meniki yaxshi ustozim, men jiq narsalarni o'rganib olgan sakin turib, Adiladan sakin turib naqsh aytdim. Men bundan qarab do'ra aytlardan qaysi farqlarni o'g'irlab olsam bular, qaysi narsalarni bilib olsam bular deb jiq narsalarni bilim demay o'rganib olmay jiq narsalarni. Endi meniki tanishim Hujmat Qirvazov. İpek yolu sadasın, söygünün yok şegrasın. Kırıcılap acayip hoş oldum. Benim akamның uslubu boshqacha turib, men bu akamni nima qilmadim demay tanladingiz, bek hoş oldum. Anan keyin texim hoş bo'lib ketgan ishim hammamizning guruhida shundaq ajoyib yetib bir mayirlar paydo bo'ldi. Bek yaxshi bo'ldi. Endi shu Kamal oilasida xohlagancha birini tanlaysiz. Men hargiz yishingizga qarata demayman. Bizning muqimlangan balla o'rningizdan turinglar. Oldidagi 8 qora ko'zdan Xohlagan birisini tanlab oling. O'zingizning yishiga tushmaydigan, jinsiga tushmaydigan. Shu sol taraf
İkinci akam talağımız. Fakat kaldı şirin hatire, sen yarını söygen çığımda. Bir günçini üzdüm purudum, Bəxet külgen yaşlık çığımda. Acep oldum, acep oldum, acep olgaya gıyıklayman. Acep oldum, acep oldum, acep olgaya gıyıklayman. Bizni mecep Nadanlık ne kekirim, g'irib bo'lgan g'iyqlayman. Stop. Hojibat Qurban ustoz, tanlash navbatimsiz kepti. Qani. Bunda bu musobaqa endi boshlandi. Shundami bundan keyin maqdigan qadamlar bek uzun. Hozir biz o'zimizning gruppasi 10 bal bor degan bilan eng oxirida balkim 1 bal qilib qilishi mumkin. U bir bala mush bir programmada balkim yo 5ga chiqadi yoki bo'lmasa bir 5 ning orasiga yoki 10 ning orasiga kirolmasligi mumkin. Shallanib, tanlanish degan bo'ladi. Navbatda Yipegul programmasidagi mayirlarning umumiy ahvolini ko'z tutgan asosda mufassirni tanlashni qaror qildim. Muborak olsun mufassir. İpek yolu sadasın, süygünü yok şigrasın, kuş havazla seydasın. İpek yolu sadasın, İpek yolu sadasın, süygünü yok şigrasın, kuş havazla. Xo'sh, hech qisi yo'q. Yana fursatimiz bor. Unda qolsa shu besekotni yana ustozlarimiz beraylik. Ta'tir sinoq boshlandi. 5 4 3 2 1. Rahmat ustozlar. Sizga rahmat. San'at yo'lida davomli dag'dam yashashingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Ipak Sadosi programmasi sizga omad tilaydi. Hozir mening ko'nglim yerim bo'lmadi. Ko'nglimdagi gap rost. Anandan keyin oldi bilan o'zimning bir yerim tanlaqshamni aytag'animga Muxtar Kamajov qo'shildim. Anandan keyin ustozlarimizninki bundan keyingi hayotning texnik sarxil, kasbiyatning yaxshi o'qib ketishini, kunlarni qo'shib quram, manlik, ömrünün uzun bo'lishini umid qilaman. Andan keyin oxirida meni bexuchon qilgan ota-onamga, jafokash qarindoshlarimga mushu program orqali, mushu ekran orqali rahmatimni yo'llasam, rahmat sizlarga. İnsan degan hamon nima? Biz ketlaymiz, shunga g'anima. Miras ochiqlari o'zgacha esil tam, materiali alayda tayyorlangan. Ochiq ichida huzur, huzur ichida lazzat. Har tishlaganda ochiq tamning lazzati tam sajgungizni o'taldirdi. Tam sajgungizdan larziga soladigan lazzati cheksiz miras ochiqlari. Tanlangan ziroat, toza burchaqlar, quvvat yemish, shifoliq retsept bilan tayyorlangan. Saharda bir qacha ruhliq bir kunning boshlanmasi, kechda bir qacha harduq ala. Miras, qora kunjut, qizil burchaq va jag'day qo'noq umashlari. Muqam Puradı'dan. Ey navbahar yarisiyem Subhi gece perver hava andin gülüm
gibi lemon navaca Çin kelgen balolar bu Sen bilsen dedim yar niye Neçin kelgen balolar bu Ayahu yar yar ey boy ey şirin yar yar ya deydu yana ay deydu ey ayar ey ay deydu ey şirin yar ey ya kadrini bilmaydu ey ayar ey ya kadrini bilmaydu ey ayar ey Ya kadrini bilgende ey ayar ey bilgende ey ayar ey seherlerde yıklaydu ey ayar ey seherlerde yıklaydu ey ayar Men geldim kiteye ay bilen yey vay Omar Khan ay bilen yey vay Cennet Khan İriknin içi ay bilen yey ayar ey Vay git kol
seni parlaydı Ama saat kılı çıksan Kızılını parlaydı Alemdek şey yok dek Gündüm seni havlaydı Yumulak cuvan ayarı Yumulak yumulak vay yumulak Sen yumulak kal ben amrak Yumulak cuvan ayarı Yumulak yumulak vay yumulak Sen yumulak kal ben amrak Yumulak cuvan ayarı Ayarı ey şirin yarı ey vay cinim ey Ayarı ey mestan yarı ey vay cinim ey Ay kalemde kaşirin yarı ey vay Ay kalemde kaşirin yarı ey vay Yar ya aydek cemali Yar ya aydek cemali Vay kıyep ot kasilip yar ey vay Vay kıyep ot kasilip yar ey vay Yar ya ne dur hıyali Yar ya ne dur hıyali Dilber mini kıydirdi Lemlerine seydirdi Vay gülem hanyalerim ey Lemlerine seydirgen Kalem kaşlık mestane Vay gülem hanyalerim Cəsur yigitlərinin aldın tanlışı bulub kelayotqan Şinjan Kamal Xalqara son çerkdə Kamal kiyim-kechekləri mayırlarga omad tilaydi. Ay bugungi tug'ilgan kiyim kiyishni o'ylashdingiz? Bugun kiyishingni za bilmadim Juma. Qarsa Umidlik Kamal markasiga kostyumlarning yangi nusxalari chiqibdi. Shunday yarashimliqga. Bo'lmasa ashnadan bir ish qura kelaylikmi? Mayli, shunday qilaylik bo'lmasa. Hamma qilmayapmiz. Hürmetlik ustozlar, Gondon'un kelgan İskendercan. İskender. Yana bir kidim sizlarga o'truq salom aytaman. İskender. Rahmat. Yaxshimi? Yaxshi. Bu degan Turpan Mukom. Men 2021-yildan boshlab Lukchinga bir necha qitim minib turib qaytirib etib mushu naqshini hozir akadim sizlarga. Peyze. Ko'pning rahmat. 你可以流利的说维语了是吧？差不多吧。是，他喜欢说。你是21年到新疆？ Men tun chiqdim 2019-yili men Yekanga birib o'sha yerda tun chiqdim 12 monni anglab oshiq bo'lib qilib hozir bir kichik muqamchi va muqam tadqiqotchi bo'libmi deb meningcha deb hisoblayman. Men qalbimda shu gap tugamaydi. 5 yıl oldu mu hazır? Hazır 5 yıl oldu. 5 yılda已经很不错了这个。你认识王江江吗？认识。你刚一上台我还以为是江江呢，因为我们跟他关系很不错，我们彼此叫的是亲戚。你是来自广东哪儿？广东珠海。珠海。哦，很美丽。然后怎么会接触到木卡姆？对，我也很想知道。Şu 19-yili men Yekanga sayohat qilg'ili bordim. Shu chog'da men shu bir restoranda bir necha muqom vorisi bor. Menga shu Uyg'ur 12 muqom naq maydondan chalab men shu hangni anglab shu nim degan go'zal davlatimiz deb outcome shunaqa his qilib qiziqib bo'lib qoldim. Lekin shu chog'da men Uyg'urcha tiqi men bilmaydim.
lekin men öğrengim battı. Kandak kılayım. Uygurçanı mu nevden başlap öğrenip başladım. Ha, lekin 5 Ha, yılda Gotsolo. 5 yılda mesela Maşın yılni telefonu. öğrenişimi bir gap. Mukamlik. Kazın İtalya'daki resmi ötken katımda aldın qaradım KG İskender. Jabing olab qatnaşqan. Bizmo men bugün aytgan shu Turpan Mukam. Turpan Mukamning ustozim Abdulum rayoni darajalik Sulayman Abdu Efendi men bu fursatda men cho'qim uningga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Rahmatimiz bor. Va shu yo'lda mening shu hayotimda nurg'un odam meni yordam bergan. Masalan bizning ulug' Muxtar Bogra cho'ng ustozimiz. Ro'shin. Mübarek bo'lsin. Şoli bilan ikkimiz yaman ko'p muңdishimiz. Pat ishxonaga kelib turdi. Mush Yipek Gul'ninki o'tgan sandan boshlab davomli bizning Yipek Gul'ni qo'llab berdi bu yigit. Bizmo darvozamizni kengri echiqliq. Rahmat. Shundoq bu sandonliq qarindishimiz hamda bizga nimani bildirdi desanglar, Cunhua büyük ailesinin zich ittifaqlığını ifadelaydi. Şöyle bilen muqam to'g'riliq bilgen bilmaganlarimizni davomli ifodalab turamiz. Bu Amerikada hozir tilshunoslikda o'qiyotdi bu inim, bu qarindishim. Bizni va silini, mastollarni qo'llab kelganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Ustozlarning o'rnida turib bir olqish berishini umid qilaman. Bizning yoshlarimizning Şoli'nin uygunishini chin yurgimda umid qilaman. Mush o'ng qanot va so'l qanotnikilimi olqish berishingni umid qilaman. Şoli'ga ko'pdan ko'p tashakkur. Bu san'at hayotininki texim parlaq bo'lishini hammamiz umid qilamiz ekan. Rahmat.谢谢你用自己的方式守护12个木康木，这就代表了我们民族的，就是世界的。 Bu fakat şu Cunhua milletlerinin şu göheri emas, menimcha şu insanın göheri deb hisoblanadi. Shunday. Şu yo'lda menga yordam bergan ustozlar bek ko'p. Masalan, Ayshiga ma'lum shu muqam aytish uslubi menga ko'p o'rgatdi. Ve shundan keyin masalan shu Avam Studio'ningki Dilshod Avam Muslim ustozimiz. Buningki yakendiki ustozingiz kim? Yakendiki ustozimiz. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Minnatdorlik hammamizga yar bo'lsin. Men bir oshiqman. San'atning oshiqiman. O'rganishdan o'rgatishgacha, o'rganguvchidan yetakchi bo'lishgacha qalbim oshiqlikdan, qadimim izchillikdan yenib boqmadi. Bu yükselish jarayonida orzuimning kamal topadiganligiga ishondim. Chunki men kamalni o'zimga hamroh qildim. Kamaldan ham ishonch topdim. Kamal kiyimlari yigitlik tadqiqomatingizni namoyon qilib, mendek har bir orzu egisini kamaliga yetkazadi. Hozir maydonga chiqadigan Mayir bo'lsa, 2985 numaralı Mayirni seni teklif qilaman. Muborak bo'lsin Nurali. Rahmat. Bugungi ifodangizning yaxshi bo'lishini umid qilman. Tayyorliklaringiz qandaroq? Yaxshi. Natijangiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar jarayon cho'qim yaxshi basimiz. G'ayrat qiling, og'iz zehni saqlayman. Marhamat. Yaxshimisizlar, men ko'rdim kelgan naqsh do'stonlar Nurali Ahmad bo'lgan. Bu yıl 23 yaş kirdim. Bu qatimki 7-ci qararlıq Vojo İpek yol sadası qatnashish qilmasdan bo'lsa, o'zimninki ham naqsh etish talantini namoyon qilish, ham o'zim bir sinab boqmoqchi. Wow.
Yana men azoblanadigan bosqichga. Hayatımga keldin, özgerdi ömrüm. Baxtga aylandi hatta her günüm. Ebedi bulsun sen bilen yolum. Erken menin gülçik rabanım. Güzel küllerde birge biz qara. Yaman günümüz bulmuşsun zerre. Yettik bu günge birlikte mana. Kalbimnin melikesi gülçik rabanım. Sen bulsan yıkır kelmeydi kaygı. Hayatka önde kalbimde duygu. Ayrılmığın hiç yenimdi mengü. Hayatımның mənası gülcik rabanı. Sen bulsan yıkın kelmeydi kaygı. Hayatka önde kalbimde duygu. Ayrılmığın hiç yenimdi mengü. Hayatımның mənası gülcik rabanı. Azaplansan ger yığlaydı yarın. Arzularımız asmanıda. Sağ bolsa yeter tinin ve canın. Güzel küllerde birge biz qara. Yaman günümüz bulmuşsun zerre. Yettik bu günge birlikte mana. Kalbimnin melikesi gülcik rabanı. Sen bulsan yıkır kelmeydi kaygı. Hayatka önde kalbimde duygu. Ayrılmığın hiç yenimdi mengü. Hayatımның mənası gülcik rabanı. Sen bulsan yıkır kelmeydi kaygı. Hayatka önde kalbimde duygu. Ayrılmığın hiç yenimdi mengü. Hayatımның mənası gülcik rabanı. A'la sifatlik un maylari bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat sherikati Mahirlarga omad tilaydi. O'xshash ishga turibdi-ku. O'xshash kirama Başbarmaqning yong'oqmay ekan ma'vo sizning shu mo'ya. Mening shunga o'xshatdi-ku. Ishini bir ichib baqayli, o'xshashma emasmi? Men bir ochay buni ustini. Mushuke. Ha, mushu, mening mushu. Bu Başbarmaqning yong'oqmay nayt yaxshi chiqdi-ku. Shuni o'yitkilam kunab qoldi buningga. Ishkilimiz uyga olib kirib o'yitkilimga xo'sh qilib o'tmaylimi? Anamsi. Yaxshimisilar, hurmatli ustozlar. Men Koruldan kelgan Nur Ali Ahmad bo'laman. Qarshi olamiz. Rahmat. Nima ish bilan, nima kasb bilan deganda tafsir. Endi kechilik klubning naqshetimi Korulda. Biz bilan o'xshash kasbdik. Zarikan o'rildi mana. Rahmat. Ha. Zarikanning naqsini aytib padarni aytib chiroyliq. Avval Hammamizning o'rilgisi bor-da, lekin Zarikan o'rilgandan keyin biz endi xo'sh bo'ldik-da, xotirjam bo'ldik. Zarikan muboraklaymiz, Zarikan o'rildi. Mana Zarikan gapni Avval naqshanga rahmat dedim. Rahmat. Bak chiroyli aytding. Mushu udulingdagi
4 ustoz o'rling'a deb ichimda bir narsa yeb ketdi qara. Mushu naqshini sen meni hurmat qilib, mushu naqshini yaxshi ko'rib, men mushu naqshini eshitsam Aşakam o'rildi deb turib yurganga kelding meningcha. To'g'ri. Necha kirdi? Bu yil 23 kirdim. 23 ga. To'g'ri. Keynimga shunda o'rilsam xuddi bir umoq bola turdi. Sening raqchilik qilayotganlaring-ku. Naqshini shunda yaxshi aytding, men gapni yig'inchoqlasam edim. Rahmat. Sana men o'rildim. Rahmat. Sana men o'rildim. Sen cho'qim yaxshi naqshchi bo'la olaysan. Endi bizningki guruhga o'ng qo'l tarafdagi 2-o'rin sen ko'ngling xohlaganida ko'zingga sat ko'rangandan bir chiqadi deb. Aynan aytgansan. Mushu 3 aylandan boshqa, ma 3 aylan bizning guruhniki muqim bo'lib ketgan odami. Mushu 3 aylandan boshqa sen xohlagan 7 aylanni tanlab sen PK'ga tushsang bo'ldi. Rapchilarni tanlab olsang chataq chiqadi juma. Ikkisi bir bo'lib chiqib o'ng so'ldan Yakams bani turkin seni axir pamadir asmaski kilka qustab bunu. Ikkinchi qurtki. Irshad enim başla. Capalarda kalsam bir günü dert alemler kıynasa beni Vapa kılsam şu günü hemra bulay hemrayın bulay. Stop. Rahmat. Tüküldü şarılda pelektin yağmur ay yüzüde kürüngen üstün Zahir Şah Ustaz. Müşkül vazifasizga berildi. Unda qolsa, o'ng tarafda Irshad, sol tarafda Nur Ali. Bir mayrini tanlab birsizda. Qani. Irshadga biz 2 qatim fursat berdik-a? Ustozlar hammalar bilisizlar. Irshadning yana tanlanish fursati bor. Lekin Nur Ali'ni ip qolmasam, udullam ketib qoladigan ish bor. Nur Ali yeshi kichik. Rahmat. Mushu sahnaga jur'ati bilan mening naqshamni ilib kelganiga Irshad bilan qo'rqmay ashu akam bilan PK'ga tushma deb chiqib bizningki yaxshi birodarimiz Akbar Zibonning naqshisini shunda chiroyli aytib berdi. Shunlashqa men Nur Ali'ni tanlab olsam. Muborak bo'lsin. İpek yolu sadası, suygunun yok şigrası, kuş avazla seydası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, suygunun yok şigrası. Başqa tat ustozlarga yana 5 sekund vaqt berildi. Ta'tir sanoq rasmiy boshlandi. 5 4 Ya siz keçtiniz. Ya ben keçmedim. Ya Polat tamam verdim. Labuji. Qo'shunda qolsa Polat Tursun ustozning hujum guruhisida yana o'rin bor. Bevos berib o'tsangiz bo'ldi. Muborak bo'lsin. İpek yolu sadası, suygunun yok şigrası, kuş avazla seydası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası. Güzel arzu hareketke aylanganda hamma kishi bosh barmog'ini chiqaradi. Hareketke kelib güzel menzilge yüzlengen Şinjan Başparmak dehqonchilik mahsulotlari etish mas'uliyat şirkati naqshiladi kuylangan yaxshilarning baxt belgisi. Başparmak astin
çıkarmaz Yarni çoğmına Bu qatam maydonga chiqadigan mayor 1294 nomerlik mayor. Muborak bo'lsin Qaysar. Rahmat. Dutlarni ko'tarib chiqqaningizni qaraganda bir xalq naqshanglaydigan o'xshaymiz. İcadiydi. O'zingizning ijodiyati, unda xusus ijodiyatingizning ustozlarning alayda bahosiga erishishini va o'rindiq aylantirishni uchun qalbimizni umid qilamiz. Xayrat qiling. Marhamat. Rahmat. Yaxshimisiz ko'rganlar, ismim Qaysar Alqam, G'o'ljidan keldim. Kasbim muzika o'rindash. O'zimning ijodiyat naqshlarim botdi. Shu naqshlarni hech ustozlarning yaxshi baholarini anglab boqay fikrlarini deb. Birinchi qara ipak yo'li sadosi qo'yilgan vaqtida men 13 yoshdim. Qatnash arzuyim bek bor, cho'lton bo'lish arzum bor, lekin o'zimning iqtidoriga toza ishonchim yo'q. Kichik bo'lgandan keyin yosh jihatdan, kasb jihatdan toza pishib yetilmagan deb qaradim o'zimni. Kirginim qavoq emas ishxonasi ichkinim sharob emas yarning nolisi kirginim qavoq emas ishxonasi Yeni kamilken İçkinim şarap emas yarının nolisi Tutamning ichida olar jinimni Qaymoqdek tangshelgan dutar tarsi Sırayla. Tutamning ichida olar jinimni Qaymoqdek tangshelgan dutar tarsi Dutlarni naq maydon cheyvaqtida. Bu yerde yığılğan tepmeller tolar Çünkü bu aşklar öpethanesi Sırrını hemge etskini bulmaz Bek zayıf kıldı kömül yarsi Baharının yaz var Uluşup kiler Ah lekin kelmedi dilim parsi Netşirep boğzum nemdeldi açık Gözümden yütkende yarının qarsi Kelgine ülpet taş esral şayli Sen mi şu minindek yar ağarsi Kelgine ülpet taş
şu meningdek yar avarsen. Senmi derdinni yazaylı billa tutulsun çıraylı ışık kamusu. Senmi derdin yazaylı billa tutulsun çıraylı ışık kamusu. Kerginim hava emas ışık hayalesi. İçkinim şarap emas yarının nalısı. Yarının nalısı. Rayonumuzda güzellikni söygüçi hanım kızlarının aldın talışı bulup kelayotgan. Ramnidar markasidagi ishonchli girim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishlatishga muyassar bo'lib kelayotgan Shinjong Ramnidar xalqaro so'lchek shirkati Mayirlarga omad tilaydi. Adaş yaxshimi? Yaxshi adaş. Yaqin yaqtiranda yaxshi o'yin ishlatsa. Hemen yaqin bu Ramnidar markasidagi bir yurish mahsulotlarini ishlatayotgandim. Ko'rib baqa. Bunun ichida kirpik uzartishlaki, anondan keyin oqartish buyumi bor ekan. Oqartish buyumi bak, teriga bak yaxshi singadi ekan. Ishlatib ko'rib baqa. Ma'qul, rahmat. Men ishlatib ko'rib baqay. Ma'qul. Yaxshimi ustozlar, tomoshabinlar. Ismim Qaysar Alqam, G'uljidan keldim. Bu yil 24 yosh. Bunda o'zgacha bir uslub yaratyapti. Bu teksti muzikasi bir deytaman Naqshining. Tiksi Azmat Ahmad Taromatimizning muzikasi o'zimning ijodiy. O'zimning kelgansa. Ben bunun manda şuşenligini bilsem örülttüm hemen. Dedim bu, undaq kezimdi. Biz tötele örüldük. G'ujika sen başta örüldün. Hozirmi shu to'shab ketganlar o'rilib, to'shmaganlar o'rilmaydigan bo'ladi. Mana tek atış qo'ygan Dünya ba'zida. Shu men birinchilab o'rildim men. Gap qila. Bek yaxshi ekanman men. Uning ustiga bu inimniki tishi shandek, ichi xalqchi ekan. Bek chiroyli. Shaxsan men bu doyinsida ko'rma asarlarini, tambirini haqiqatan chiroyli chaladi. Ham naqshini bugun angladim. Naqshini haqiqatan yaxshi aytadi ekan. Sen har qanday gruppaga yarashsa, jumladan bizning Ipekul Sadasi programmasiga texim yarashsa. Rahmat ustoz. Bizning gruppaga uningdan bekrakmi yarashsa, ammo yana bir tavjiyalar bor, yana bir raqobatlar bormi? Shunga saqam, sen ikkilanmay bizning mushu Kamal gruppasiga kelib, qog'ozni biz ayrim deyishvasak bo'ldi, ma vaqtmi bu yerga berib ketdi. Shu, men deydigan gapim shu. Sana ehtiyojliq biz, gapim tugidi mush Kamiljon xapamay 20 sekund, Zoir Shah 10 sekund. Adiladan 5 sekund gap qildi. Do'stman gapimsam. Chiqib chaladan bir pari chalishni yaxshi ko'rmayman sen o'xshaysan. Menga Sen chalanmaydiganlar ekan. Chalalaydiganlarga ba'zan talishib qolasiz. Naqshan yurakim tegdi meni. Hech kimning o'zi aytilayotgan naqshlarning orasida bir yurak tegadigan bir naqsh ekkanlar. Ham mush sana yana desak yana shu. Bu sanada qandaydir hammaylar kelib birinchilikni ele olishni ko'zlab niyatimizni xato qilib qolsak, adam xato niyat bilan qolgandan keyin mallik etib ketadigan ish shu. Shunga bu yoq sening kelishing qanday natijalash uchun yoki natijaga erishish uchun emas, sen emas hammaylarningki. Durust. Faqat o'zimiz eng yaxshi ko'rgan asarlarimiz o'rinda olishi qo'shindag'i. Mana durust. Tunji ijodiyating bilan saniga chiqding, shundaymi? To'g'ri. Maqsad shuki. O'zining ijodiyatini mana biz shu bashariyalarga yoqdi, o'tag'an mush moyirligim yoqdi, bu xalqimizga yoqdi. Mening gruppamga kelsang, asosiyatni ikkimiz birga ijodiyat qilib, xalqqa yoqadigan. Men shunday qilyapman o'zimning qo'ldan kelishicha. 70-ga atrofimda og'inlarimiz bor. Shunga Og'ayirni mendan so'raydi. Pekiga tushib kelib ketdi, shu. Qarasang. Shunga qarasha olamiz seni yine. Man kelsiniz. Biz birlikte zamonaviy degan mush uslubni o'rganib ma'miz ham menga o'rganishga to'g'ri keldi. Biz mush uslubni tutgandan keyin fikam agar o'rganish qo'shaqmasa men biroq dabbasamli bo'ldim meni o'rganganimni. Agar tang o'rganimiz desangiz, qo'lim ko'ksimda. Rahmat ustoz, rahmat. Shunday yaxshi huzurlandik Naqshonda. Naqshonga rahmat.
sahnaga mi bak yarashding o'zingchi. Nimda menga o'xshaydi deyim bu. Saçlara mırasına lapiyası okşaydı. Baxtumam deb menga Nari o'xshaydi. turdi, menga so'rayapti bu. Ammo Naqshanda huzurlandik. Naqshanga rahmat. Sen shundaq o'zingning yo'lini yaxshi tepib ketib qolgan bir yaxshi inimiz, seni yaxshi ko'ramiz. Bizning ham Ramniyda rivoyat guruhimiz seni qizg'in qarshi oladi. Rahmat. Oldi bilan shu o'xshashlar ota-onamga rahmat aytaman. Dadam tunji ustozim bo'ldi bu kasbda. Oxirgi tanishim Kamiljon ustoz. İpek yolu sağdasın, söygünün yok şegrasın, hoş havazlar sen. Xo'sh, o'zing peki tushadigan baldan birini tanlagin hamda. Hozir muqim bo'lib qolgan saboqdashdan endik aqidamni tanlayman. Unda bo'lsa Italiyaniki o'ti tayan deganmiz. Che bella cosa una giornata sole, un'aria serena dopo una tempesta, bell'aria fresca, pareggiana festa. Che bella cosa una giornata e sole, mamma del sole, che vale o sole. Rahmat. Aşkım yoşurmay bernağ aytti Şeydalığım neden ayttim Şeydalığım neden ayttim Kamiljon ustoz. O'ng tarafda Aqil, sol tarafda Qaysar. Sizning tanlashingiz? Sen mening yurtdoshim, o'zimning ukam sen. O'zimning inim go sen. Sen menga men bilan birga. Shunga inim vaqtli hozir turib turdi, lekin ma programma tukkandan keyin biz davomli men bilmagan inim bilan. Bo'ldi. Sen oxir tanlashim Qaysar. Muborak olsun Qaysar. İpek yolu sağdasın, söygünün yok şegrasın, hoş havazlar seyrasın, İpek yolu sağdasın. Xo'sh, Aqil. Sizga yana bir qitim fursat bor. Unda qolsa, yana davomliq. Ta'tir sinoq boshlansin. 5 4 3 2 1. Nayt afsus. Lekin bizning Ipak Yo'li Sadosi programmamizning darvozasi sizga mangu ochiq. Aldı bilan shu programmadagi hammalarga rahmat aytma. Nimishqa degan vaqt mushchilik sen nazirlab qo'ygani uchun shu ustozlarga rahmat aytma. Naqshamdan uzrlab meni qo'llab turgani uchun. Mumkin bo'lsa yana kelma deb. Ha, cho'qim shunday. Esna. Sen o davamlıq birler bizden hizmetimiz davamlıq faaliyetimiz birler. Seylim yaxshi natija benim kendimni qo'llab turgan shu kasbdoshlarim bor. Nurg'un Meshin chanqaytidigan ota-onam degandek hammasiga rahmatimni yetkazib olsam degan. To'xtab turasiz. Yaxshi naqsh bo'laysiz. Ha, mana. Natijamiz chiqdi sizlar. Aqilbek. Mundaq qillar. Muş sankaga vaqtida muş qoidani nima chiqargandi men deb pushaymon qilib qoldim. Yuragimda gap. Birinchi naqshangmi bek yaxshi bo'ldi, ikkinchi naqshang shunda bo'ldi. Lekin shu guruhdagi ehtiyoj va keyingi bosqichlarning talabi bo'yicha shunda bo'lib qoldi. Shunglashqa sana Aqilbek 8. qararda 5000 odam tizimlasimi, 10.000 odam tizimlasimi yoki bir odam tizimlasimi 8. qararga agar qiziqsang 8. qararda bevosita mush saniga taklif qilaman seni. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Chiqaman seni saniga.
üzem elip çıkan asır sen. Mübarek olsun. Rahmat, Sen rahmat bağı ustaz. yani sana bir yıl fırsat var diyen gap ma bu. Ulamda Buldu. sen şuna ata-ananga, yo, yurttaşlarınga salam dep cümeli menin kelimdim mansan buldu. Buldu. Alama gül. Mübarek olsun sizge Ahmet yarım Bana. olsun. Skitlaymiz şuna değme İnsan degan Birinci derecelik mukofotga erishgan Mayerni Şinjan Hojun Sochek şirkati 20 ming yuan qiymatidagi pianino bilan mukofotlaydi. İkinci derecege erishgan Mayerimiz bo'lsa, Şinjan Miras şirkati 15 ming yuan qiymatidagi elektronlik qurilma bilan mukofotlaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan Mayerni Şinjan Kamal Sochek şirkati 10 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan tartiqlaydi. To'rtinchi bo'lgan Mayerni bo'lsa, Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat şirkati 5 ming yuan qiymatidagi gitar bilan mukofotlaydi. 5. derecege erishgan Mayerimizni Şinjan Ramnidar Xalqaro Sochek şirkati 3 ming yuan qiymatidagi tutlar bilan mukofotlaydi. Kishiga nurg'un go'zallik mujassamlangan. U ba'zida sirliq, ba'zida nafs, ba'zida jalbkor bo'ladi. Go'zallikda yuksalish uchun nurg'un sinoqlarni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Men go'zallik yo'lida kaskinlik ham talabchanlikdan to'xtab qolmadim. Bu yo'limdagi hamrohim Ramlida. Yipek yolu sadası, söygünün yok çeyresi. Kuş avazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Söygünün yok çeyresi Kuş avazlar seynası İpek yolu sadası Kadın ipek yolida Caranlaydı kongura Kitep gelri dalağa Küy nakşimiz bekira Gümüş tağlar çok iyisi Nur kaytıdı yürekke Küç bir de nakşimiz tümelligen çiçekke Kuş verdi nakşimiz tümenligen çiçekke. İpek yolu sadası, söygünün yok çigrası Hoş avazla seynası, İpek yolu sadası İpek yolu sadası, söygünün yok çigrası Hoş avazla seynası, İpek yolu sadası İpek yolu sadası Söygünün yok çigrası İpek yolu sadası Kuş avazlar
saharda